Assalomu alaykum. Qani. Voy. Voy. Bitta-bittalar. Qoni ochib ketdi bolalar. Kaftinglarga olasizlar, shunday qo'yasizlar, bunday beraverasizlar. Kaftar boqish yo'li. Qo'lga o'rgatyapman uni. Qo'lda yeydi. Bunday qilsam yemaydi. Bunday. Mana teshikka uni tiqadi. Tagida emas, tevazida mana. Sut emizadiganiga o'xshaydi mana. Og'zini ochadi, men qo'yaman-da bunday qilib. Ketyaptimiz og'ziga. Yeyapti. Mana ota-onasi yo'q bo'lib qolsa, mana yo'qolib qolsa, ko'pchilik yeb ketsa, mana qo'lga o'rgataman. Buni yo'li oson. Qo'lga o'rgatish. Endi bularni ham boqish kerak endi. Ko'rib turib boqmay qo'ysangiz, qorni ochib, bular o'lib qolishi ham mumkin. Ko'ryapsizlarmi buni? Bu kaftarni ham endi ota-onasi bo'lmay qolishi ham mumkin-da. Boshqa o'zini eski uyiga borib qolishi ham mumkin. Yo'qolib qoladi. Endi bu ko'pchilik yeb ketishi mumkin. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Qo'limdagini ko'ryapsizlarmi? Hech qancha qilmadi. Qoni o'chadi, uni plastikda qo'yib qoldim. Og'zini ochadi. 5 ga 1 bersanglar to'yadi.